Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun qiziq holat bo'ldi. Ya'ni 8 yoshli bolachani onasi olib kelyapti. Где-то hozir qanday tasvirlab bersam bilaman. Mana shu joyda og'riq deb kelyapti. Biz tomografiyaga tushirib ko'rishga qaror qildik va grudopasniy, ya'ni grudnoydan grudnoy и bel umurtqalari iloji boricha grudnoyni qo'shib olishga harakat qildik va oldik va bizni ko'rib kutib turibdi grijalar. 8 yoshli bolaga jicha og'irlik qiladi. Bu mana ikkita grija, hali yorib chiqmagan protruziyalari bor. Shuning uchun onaxonlardan, otaxonlardan iltimos qilardik, yosh bolalarga og'ir yuk ko'tartirmasin. Ukasini ko'tarishga harakat qiladi, bular suv toshishga harakat qiladi, lekin yosh turib bu mana bu yerda qarangda, yaqqol yorib chiqqanda pardani. Bu bolaga hozir endi tortish, boshqa muolajalar ham mumkin emas. Biz tavsiya berdik onasiga suzishga olib borishni.